Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga endi bitta yangilik. O'zim uyimga kerak bo'lib qoldi. Shu narsani hozir Farg'onadan qaytayotganimda ko'rib qoldim. O'zimiz Andijonda, Asakada optim joyi birinchi qo'li mana ko'ryapsizlar mana. Nima deydi? Bog'iga keldim deyarli. O'zimga bitta oldim. Shunaqa bitta 8 taligidan oldim. Arzonroq narx deganlar uchun yana ham arzon joyini topdim-da, o'zimga hozir bitta oldim. Mana o'zimga mashinaga uyga yuklab ketgani. Hozir egasi bilan so'raymiz egasidan 8 taligi, 6 taligi, keyin mana bu yumaloq varianti nech pul. Mikrofonim yo'q, agar jicha ovoz eshitilmay qoldi deganlarga telefon nomerini qoldiraman egasini. Egasidan bir qo'qdan o'zingizlar telefon qilib so'rasanglar bo'lardi. Andijon ichida dastavkalarini qildirib berishga harakat qilaman. Iloji boricha o'zi Qo'qonda, o'zi aslida Qo'qonda deydi buni optim joyini, lekin mana Andijonda ham optim joyi bor ekan. Opa, mumkinmi? Endi bitta narxlarini aytib berasiz endi bizga. Mana modelimiz qanaqa model? 3 million 200 ming so'm, ha? Oxiri bo'lar narxi. 8 kishi, 6 kishilik. Buni modeli jicha anaqaligi uchun qimmatroqmi bu, opa? Menga arzonroq qilib berdingiz, lekin klientlarga ham, misol mana YouTube'da Andijon Nodirbek mebellari degan YouTube'imiz bor. Mana shu kanal orqali chiqsa arzonroq qilib berasiz. Buni oxiri nech pul? 3 million 200. Yana ham ayting. Tushirib ayting, opa. Hozir sezon yo'q. Hozir olib qoladiganlarga nech pul qilib berasiz? Qayerga dastavka qilib berasiz? Andijon bo'ylab 3 million 100 ga beraman. Andijon ichi polni qayeri bo'lishidan qat'iy nazar 3 million 100 ming so'm dastavka. Xo'p. Bu 8 kishilik ekan, yumaloq varianti. Buni nomi nima deyiladi? Dekod o'zi. Buni oxiri nech pul qilib berasiz? Buni 3,5 ga oxiri bo'ladi. Oxiri 3,5 millionga. Ha, hozir menga bergan variantingizni oxiri aytib qo'ydim klientlarga. Nech pulga qilib berdingiz menga mashina 8 taligini? 2 million 600 ga. 2 million 600 mingga do'stlar, mana mana shu narsani qilib berdi. Buni yozda 3 million tepasida sotgansizlar, buni atashmasa. 3,5 milliondan sotishgan ekan. Mana menga hozir klient olib qolamiz desam 2 million 600 ming so'mga mana 8 talik qilib berdi. Bu oynalari hali men o'zim stol ustiga chiqaman-u, xuddi shunaqa kalyonli oyna chiqa orasida sinib ketmaydi, garantiyalarini beradi. To'qmalari ham ajoyib to'qmalar mana. Zich qilib ishlangan, garantiyasini berishyapti. Bunisi-chi, opa? Rangida farqi yo'q. Rangida farqi yo'q, bir xil narx, ha? Xo'p, endi mana yumaloq kachanglar, tuxum kachanglar deyshadi. 2 kishiligi qancha buni? 1 million 800 ming qilib beraman. Oxiri. Yana tushuning, opa. Yo'q, o'zi bo'lishi. Bu Bo'lishi. eng katta turbalari. Buni nimalari bor buni? Buni katta bo'lishi, bitta katta to'shagi. Xo'p, bir kishiligi ham bor-a, buni bir kishiligini ko'rmayapman. Uni nech pul qilib berasiz bir kishiligini? 1 million 400 ga qilib beraman. 1 million 400 ming so'm. Do'stlar, Andijon bo'ylab dastavkasi ichida agar boshqa viloyatlardan buyurtma qiladigan bo'lsanglar, yuk mashinasini men o'zim gaplashib chiqartirib beraman. Zaklatini agar bu opaga agar ana qila olmasanglar, menga 100 ming so'm zaklat bersanglar bo'ldi. Bu opani men o'zim raschot qilib, qolgan to'lovni qilib sizlarga chiqarib berish ehtimoli bor, xudo xolasa, bemalol. Ekaga mono variantlari ham bor ekan. Bulari nech puldan, opa? Bu ham 1 million 200 ming 8 taliga. 1 million 200 ming so'm, ha? Xo'royada ham ko'rdik. Bularda ham chegirmasi bor. Dastavkasi ichida, bu ham Andijon ichida, ha? Profillari xudo xolasa baquvvat, opa, buni. Aylana kashay boltga. Mana. Bitta ko'rib qo'yasizlar hamma yo'g'ini, mana chiroyli holatda inshaalloh. Opani nomerini qoldiramiz. Manzil Andijon Asaka Cho'ntan choyxonasidan 10 qo'lga yurganinglarda ekan. Xudo xolasa bemalol telefon qilsanglar. O'zimning nomerimni ham, opani nomerini ham qoldiraman. Like bosishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlar bilan doimgidek inshaalloh Nodirbekman.